Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 13-dekabr haftani shanba kuni. Xo'p, bugunga kelib ozgina urug' sepmoqchiman. Mana shu yashiklarga hozir tayyorladim. Shunga endi hozir bunga Gultoji Xo'rozda piramidasini sepamiz 5000 ta. Buni mana ham qizil. Qaranglar. Bu ham qizil, bu ham qizil. Lekin buni barigi qora qizildan. Buni barigi ko'k bo'lsa, buniki qora qizil piramida. Xo'p, shuni sepamiz. Keyin mana cherry pomidor bor. O'tgan yilgi olgan urug'imdan jicha qolgan. Bu ham tuvakni pomidor, dekorativni pomidor. O'zi chiroyli soladi pomidor. Katta stakanga olamiz buni. 15 likda gullatib, mevasini soldirib olib chiqib sotiladi bozorga. Xo'p, petuniyalarni 11-dekabr kuni sepganman. 10-dekabr kuni boshlangan bo'lsam, o'sha kuni kecha bo'lib ketib ozgina sepdim, bir 5000-10 tacha. Undan keyin 11-kuni hammasini sepib bo'ldim. Qizil oq, bardovoy oq chekkalari. Xo'p, ko'pchilik do'stlar mana bunday salafanni qo'ymayapsizlar ekan. Mana shuni qo'yish kerak ichiga. Mana shunday namlanib turish kerak. Bo'lmasa qurib qoladi. Ayniqsa chetlari. Endi 2 kun bo'ldi. Xudo xolasa 1-4 kun 5 kunda ko'rinish berishadi. Gradusni yaxshi ushlash kerak do'stlar. Gradusda ham kechqurun 20 gradusdan kam qilmanglar. Buni ham shunday sepamiz. 8 piyola tashlandi. Bu degani 8 ta yashikka 1 piyoladan degani. Bundan keyin Gultoji Xo'rozda dumalog'i boltalisidan bor. Yaxshi chiroyli chiqadi u ham. Shundan sepamiz. Undan keyin shafron sepamiz. Dushanbalarga xudo xolasa. Do'stlar, urug'larimiz yana kelyapti. Har xil turdagi urug'lar, petuniyalar, shafron, chinigullar, geran, keyin bargi tomosha, yana gazaniya kelyapti, esmeralda, verbina kelyapti. Dushanba kuni do'stlar murojaat qilaverasizlar. Katta partiyada urug'larimiz kelyapti. Xudo xolasa sotuvda bor shular. Hozir ham bor urug'larimiz. Petuniyani oqidan tashqari boshqa hamma ranglari bor. Bananza bor, chinigul. Qavat-qavatlisi nihoyatda chiroyli chiqadi. Hozir vaqti do'stlar, sepishda harakatini boshlanglar. Xo'p, mana shunday solinadi. So'ganimizdan keyin buni yaxshilab aralashtirish kerak. Shunda 8 ta yashik bo'lsa, 5000 ta urug' bo'lsa, qanchadan tushadi? 9 tadanmi? 8 kara 8. Xullas nechtadan tushsa ham, yoki 1000 tadan tushmaydi. Mana shunday yaxshilab aralashtirildi do'stlar. Endi yana bitta piyola olib, sepiladi. Hozir ko'rsataman qanday sepishdi. Do'stlar, bir xilda tushaveradi mana shunda. Mayda urug'larni shunaqa qilib sepinglar. Masalan, shafronlarni o'zini bo'lib olib sepsa bo'laveradi. Keyin buni ustiga Gultoji Xo'rozni ustiga 0,5 santimetrdan kamroq 2-3 santimetr chirinda elaysiz, biyogumuz. Elagandan keyin yana ozgina suvlab
suvlagandan keyin mana shunday salafan berkitib qo'yinglar do'stlar. Bu salafanlarni har 2-3 kunda mana shunday olinadi. Qoqib bir chekkaga qo'yib qo'yasizda, kechqurun yana yopib qo'yilaveradi. Shunda sal haligi namligi ketib, managa havo kiradi managa. Yana ham tezlashadi. Shunaqa. Xo'p, kimga urug'larimiz kerak bo'lsa, 99lar 321 82 17 telefon raqamim, shunga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Pochta orqali ham jo'natyapmiz urug'larimizni. Keyin qoliplar bor, stakan soladigan. Shu qolipga ham qiziqib ko'ringlar. Nihoyatda effekti o'ta zo'r beryapti effekt. Xo'p, bu yerda salviya ham bor. Keyin yana bitta urug' bor. Hozir esimda yo'q qaysi nimani sepganim. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.